Xo'p, endi aka, G'ayrat aka buni bomba polvonga bitta sifatini ko'rsatsak. G'ayrat aka, loyni shibanqani ko'raylik qani. Biroqdan. Aha. Hop. Hop, mana ko'rdingiz, hop yetadi. Suvda sep. Mana. Bemalol xohlagan paytda yuvishlaringiz mumkin. Hech gap sarg'ini ko'rinadi mayli. Yaqinroqdan operator menga bering. Hop, mana qo'porib ko'rsatamiz. Hop, ko'rdingizmi? Bu ichida o'zi olinmaydi, yulinmaydi. Agar uydan trishina tushib, yoriq tushsa, ana shu 1 kvadratni optelab qanday yopishtirsa bo'ladi. Hozir yana joyiga biz uстановка qilib yopishtirib ko'rsin. Joyiga tushadi mana. Yarim soat ham o'zgartirib berib ketar ekan. Qanday oshna? Zo'r ekan. Toshga yopishtirib ko'rganmiz. Ikkita toshni bir-biriga. Ikkita toshni bir-biriga yopishtirganmiz. Mana aka, ustida tosh kichkina, ostida katta. Mana qarang ko'tarib turibdi. Buni qo'l bilan yurib ololmaysiz. Mana qotib qo'ydi. Mana shu kilidan, ha? Xuddi shuning kilidan mana. Qani polvonga beraylik, qani polvon. Polvon akamiz ko'rsin qani. Assalomu alaykum, Surxon Sport kanalining ashaddiy muxlislari. Do'stlar, bu galgi videomiz ham qurilish qilayotgan akalarimizga bo'ladi. Uy qildingiz, ichkarini sozladingiz, tashqariga kelganda qanday fasad qilishni bilmay turgan bo'lsangiz, bu video sizlar uchun. Hozirda 2025-yilda juda ham trendga chiqayotgan fasadni, gepki kaminlarni sizga tavsiya qilamiz. Bugungi videomizda sifatliligini, kililar qancha paytgacha ushlab turishligini hamda narxlarini batafsil yoritib beramiz. Bitta like bosib qo'yasizlar. Biz hozir Surxondaryo viloyati Sherobod tumani To'pka mahallasida G'ayrat akamizning xonadonimiz. Assalomu alaykum G'ayrat aka. Yaxshimisiz? Bomba polvon do'stimiz. Bomba polvon ham hozir shu kunlarda qurilish qilyapti. Yaqinda Tunika fondi ham bitta ko'rdi. Gepki kaminda ham ko'ryapti. Hozir o'zlari ham polvon akamizni, oshnamizni kelib o'zlari shaxsan ko'zi bilan ko'rmoqchi edi. Oshna dedi, men ham qilmoqchiman dedi. Sifatliligini bir ko'rayin dedi. Ishlab chiqish jarayonlarini bir ko'ray deb keldi. Oshna, senga hozir o'zim bitta ko'rsatib o'taman sifatliligini. G'ayrat aka, narxlarni oxirida aytib o'tib ketamiz. Xo'p, G'ayrat aka, bu ish bilan shug'ullanib boshlaganingizga qancha bo'ldi? Mana shu qisqacha ma'lumot bering, keyin boshqa nimalarga o'tamiz sifatlilik. Bu ishda aka o'rganib kelganimga 3 yil bo'ldi. 2 yildan oshdi, nasib bo'lsa shu ish bilan shug'ullanayotganimizga. Kimda zakaz bo'lsa, zakazlar qabul qilamiz. Zakaz qilaveringizlar. Hozir ham chiqaryapmiz zakazlar. Hozir mana yerda toshlar ranglab boshlaganmiz, zakaz olganmiz. Zakazlarimiz bor, xudo bor, zakazlar ketyapti. Ketyapti. Xo'p, endi muxlislarimiz chiqsa Surxondaryo bo'yicha qilib berish xizmatlari mavjud, ha? Aka, Surxondaryo bo'yicha qilib berish xizmatlari bor. Yetkazib berish bor aka. Dastavka qilib beramiz. Biz farqi yo'q aka. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istondan telefon qilsa ham yetkazib beraveramiz aka. Ha, bo'ldi. Xo'p, endi aka, G'ayrat aka buni bomba polvonga bitta sifatini ko'rsatsak. Nima deysiz bunga? Bu hozir 2025-yilda sifati juda ham zo'r deyapti. Yuvsa ham, loy shavasangiz ham, nima qilsangiz ham hammasiga chidamli ekan. Yuvsangiz ham ketadigan narsa ekan. Buni hozir bitta ko'rsatib o'taman yuvishni. Nima deysiz aka? Muxlislarga ma'qulmi? Bo'ldi. Qani ketdik. G'ayrat aka, loyni shibanqani ko'raylik qani. Oshna o'zing ko'rasan hozir. Mana loyda shibaymiz. Ko'proq shibang. Mana bitta tomonlarga ham shibang. Pastroqi shibang. Sifatini o'zing tekshirasan. Senga ma'qul bo'lsa, xudo xolasa qilishing mumkin. Yetadi G'ayrat aka. Seping suvni. Mana ko'rib turibsizlar. Yaqinroqdan oling operator. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Mana hech narsa qolmadi. G'ayrat aka, yana bitta loy. Shoshmang. Polvon ishni to'xtab turasiz. Yana bitta yaqinroqdan. Hop. Hop, mana ko'rdingiz, hop yetadi. Suvda sep. Mana. Bemalol xohlagan paytda yuvishlaringiz mumkin. Hech qanaqa bu yetadi. Bo'ladi. Mana hech qanaqa izi qolmadi. Bemalol yuvib ishlatsangiz bo'ladi. Akalar, sizlarga bemalol tavsiya qilamiz. Hozir ishlab chiqish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz, keyin narxlarini aytib o'tamiz. G'ayrat aka, buning loyini shibadi, yuvsa bo'lar ekan. Buning mustahkamligini qayerda bilsak bo'ladi? Mustahkamligini aka, biz o'zimiz uyimiz, hozir bittasini xohlaganimizni
qo'porib ko'rsatamiz. Ha, hozir uni olib ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Qo'porib ko'rsatamiz, chunki o'zimiz ustamiz, xohlagan paytda yopishtirib olamiz. Ha. Lekin boshqa uyga borsangiz, qo'porib ko'rsatmaydi. O'zimiz uyimizdagi uchun hali buni bironta gap-gapimiz qo'porib ko'rsatmagan, biz mana qo'porib ko'rsatamiz shuni. Gap yo'q. Bo'ldi aka, bitta qo'porib polvon akamizni ko'rsak, muxlislarimiz ham ko'rsin, sifatini bitta ko'raylik. Oshna. Marhamat. Qaysini qo'porang? O'zlaringiz aytingda, yana ertaga O'ng mana shu o'ng mayli. Yap, sarig'ini ko'rinadi mayli. Yaqinroqdan operator menga bering. Xo'p, mana qo'porib ko'rsatamiz. Hozir ko'rdingizmi, bu lukka olinmaydi bu. Ha. Mana. Olinisha. Qarang, gruntovkasini qo'shib olyapti. Aka buni qayerda bo'lsa ham olinib ketsa, yo boshqa bo'lsa, lekin bu aslida o'zi olinmaydi, yulinmaydi. Agar uydan trishina tushib, yoriq tushsa, ana shu 1 kvadratni optelab qanday yopishtirsa bo'ladi. Hozir yana joyiga biz stonovka qilib yopishtirib ko'rsatamiz. Hozir siraz, ha? Ha, siraz birdan yopishtirib ko'rsatamiz. Bo'ldi aka, yopishtiring qani. Akalar, kli mana shunday bo'ladi. Hozir mana yopishtirib ko'rsatamiz. Aha, qani. Yopishtirish ham unday qiyin emas mana. Joyiga tushadi mana. Xo'p. Qanday bo'ldimi? Bo'ldi aka. Do'stlar. Buni oborib qolgani qaramangizlar. Bu klimiz 5 svetni. Bu o'zi qurigandan keyin yo'qib ketadi. Bu yarim soat, 1 soatdan keyin buni xohlasangiz ham yulib ololmaysiz. Qotadi, qotib qoladi. Gap yo'q. Mana olib ko'rsatdi akalar. Sifatini ko'rdilaringiz. Muammosi yo'q, agarda mabodo olinadigan bo'lsa ham 1 kvadrat, yarim kvadratni o'zgartirish muammosi yo'q ekan. Ustakalarimiz yarim soat ham o'zgartirib berib ketar ekan. Qanday oshna? Zo'r ekan. Normalmi? Aka klidning sifatini sinash uchun o'zimiz qolgan ostatik kliddan toshga yopishtirib ko'rganmiz. Ha, ikkita toshni bir-biriga. Ha, ikkita toshni bir-biriga yopishtirganmiz. Mana aka ustida tosh kichkina, ostida katta, mana qarang ko'tarib turibdi. Buni qo'l bilan yulib ololmaysiz, mana qotib qoldi. Mana shu kliddan, ha? Ha, xuddi shuning klididan mana shu. Qani polvonga beraylik, qani polvon. Polvon akamiz ko'rsin qani. Qanday mustahkammi qanday? Cho'linmaydi. Olinmaydimi? Shu kliddan qilingan, ha? Ha, shu kliddan qilingan. Bo'ldi. Gap yo'q. Endi bu ishlab chiqqan mana shu kvadrat bo'ladi, to'g'rimi? Ha. Yopishtirishlar. Ana shularni ham bitta ko'rsatsak nima deysiz? Muxlislarimizga. Mayli aka, ko'rsatamiz. Haydang. Aka, mana shu yer ish jarayonimiz, mana qolibimiz. Mana buni shu guldan zakaz tushgan. Hozir shu guldan zakazni qilib bo'lganmiz. O'zimizda Balanddan mahalla, Qishloqo'dir mahallasida. Uni ham hozir ish jarayoniga borib ko'rsatib beramiz. Qanday qilingan, qanday sifatli bo'lganlarigacha mas'ul tanishtirib ko'rsatib. Qilingan joyi bor, ha? Uni ko'rsatamiz, ha? Bu lozimina ishlab chiqarish jarayonlarimi hozir tayyor bo'layotgani? Ranglarni farqi, xohlagan rangni qilaveradi. Rangni farqi yo'q, любой rang chiqarib beramiz. Tanlasa bo'ldi. Tomoshabinlar aytishi mumkin, faqat o'zining uyini olyapti, boshqa joyda chiqarmayaptimi deb. Shuning uchun hozir boshqa joydan ham bir ko'rsatib qilgan joylaringizni ko'rsatamiz. Ha, qilgan joyimiz. Bo'ldi aka, bo'lmasa hozir boshqa obyektni bitgan ekan, shu uyda ham bitta olib ko'rsatamiz, ha? Keyin videoda narxlarni aytib o'tamiz oxirida. Bo'lmasa yaqinda qilgan uyimiz mana shu ekan. Qarang, buning kvadratini nech puldan tushdi aka? Nech puldan qilib berdingiz? Uyning egalari nima material olib berdi? Aka, biz mana shu uyni 85 mingdan qildik. Uy egalari bizga hech qanday narsa olib bergani, faqat obyektini berdi, bo'ldi. Bo'lmasa bir ko'raylik, mana uyning qanchalaringiz aka? Mayli aka, yuringizda ko'ramiz, hamma tomonini bir aylanib. Akalar, mana ichkari tomonni bug'ilib qolyapti degani uchun orasiga bitta gulli fasondan tushirdik. Tashqarida derazalarga faqat mana karishni ishlaganmiz. Ichkariga gulli fasondan ham terdik. Xohlagan fasonni, xohlagan gulni chiqarib beramiz, bizga farqi yo'q. Zakaz bersalaringiz bo'ldi. YouTubedan ko'rib zakaz bersalaringiz ham chiqarib beramiz, farqi yo'q. Hayat aka, buning endi narxlari nech puldan boshlanib, nech puldan tugaydi bu aka? Surxon Sport nomidan kelsa. Agar aka Surxon Sport nomidan kelsa, kelishtirib beramiz. Mana shuni 85 mingdan qildik. Kichkina razmer bo'lsa 85 mingdan 95 minggacha yopishtiryapmiz. Agar Surxon Sport nomidan, shu Bombakamiz nomidan kelsa, narxlarni zakon chiroyli qilib kelishtirib beramiz ekan. Akalar, agar mana shu gipki kamilni biladigan ustalar bo'lsa, telefon qilingizlar.
Biz yopishtirishni biladigan ustalar bo'lsa, agar shuni o'rganaman degan ustalar bo'lsa ham telefon qilingizlar. Bizga hozir masalan Jarqo'rg'ondan tushyapti, dunyodan tushyapti zakaz. Bizga u yoqqa borib yotib ishlashga picha noqulay bo'lyapti. Shuning uchun shu yoqda masalan mahsulot yetkazib beramiz, keyin Jarqo'rg'ondan yo dunyodan telefon qilsalaringiz yozib qo'yamiz nomerlaringizni, telefon qilib sizlarga aytamiz. Bir o'rgatib berasiz. Ha, o'rgatib tushuntirib beramiz ustalar qanday iste'molga qilinadi, qanday yopishtiriladi. O'zlaringiz qilaverasizlar. Xo'p, G'ayrat aka, bo'lmasa, mana narxlarni aytib o'tdingiz. 85 mingdan 95 minggacha. Ha, aytdim. 95 minggacha Surxon Sport hamda Bomba polvon nomidan kelsa, albatta chegirmalari mavjud. Chegirmalar bor. Oshna qanday, senga yoqdimi? Bor ekan, yoqdi. Qildirsak bo'ladi. Bo'ladi. Polvonlarga, muxlislarga tavsiya qilsak Tavsiya qilamiz. bo'ladi. Bo'ladi, bemalol kelib, G'ayrat akamiz bilan mana pastda telefon raqamlari bog'lanib, pulni istalgan vaqtida shunaqangi chiroyli kepki kaminlarni uylaringizga qildirsalaringiz bo'ladi. G'ayrat aka, bo'lmasa muxlislarimiz xafa qilmaysiz degan umiddamiz. Telefon qilishganiga kelishtirib qilib beraverasiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Xo'p.